Şeyhi Mannur Gayas İshaqi Sahab Urayski ismindagi premiyalar laureati G'oqil Sag'irov o'zining ijodi bir yoqdan talantli, kuchli ruhli shaxs bo'luvi bilan adabiyot suyuvchilarning ko'ngil turida qavatlanmas mung bo'lib kirib qoldi. Maktabda bor yaxshi bilgilarnigina o'qiy, qatag'at shiritu garagida shug'ullana, kichkinada rasm yasarga yarata, ichki kechirishlarni qog'ozga tushira ijod etdi. G'oqil Agha Sag'irovga 2 yil Bikkul ovulida o'qirga to'g'ri keldi. Sinfdoshlari shogirni bugunda har yoqdan o'rnak etib iska oldi. Şimdi okurga sayretim var mı? Şimdi mutlu bütün zorlar valla kirip bitersin diye. Vakil metemine bulmaz indalar. Bunlara vakil ders bulunca. Anın boya kıyımızdan aşağıya, anın eskiyimizden aşağıya başında da yok ya. Ne olacak? Lira bile de geldi, jaya da geldi. Şula yeri bakadın dur. Onu anı siksizeyte bitiredir vantiler. Ama sınırlı ilerden de susunun anın. Ağırıp gittiğine o bizne bir başılarga saldı. Minanın batırlığın, sabırlığın, tüyümlülüğün, bana minnetegen atarıyım. Gazini vafiyatı bilinler. Aleksandr Batırı sokar batırlığına dinleriyim minanı. Bana benim şuşu, ben de cennette olalatıracak, minanı üzümün devamına kaldırganım yok. Bikkul avulu halkı G'oqil Agha Sag'irovni o'zi isen shaqda hurmat etib yashadi. İskahlu kishasida Bikkullarning ko'plab keluvi buning ochiq misoli. Shogirning ismini mangilashtiruv o'ng'aydan maktab binasida muzey ishlab keladi. Bir de G'oqil Agha Sag'irovning turmush yo'lini ijodini yoqtiruvchi eksponatlar da shaqti to'plangan. Shogirning bir tugan inisi Noil Agha rassom ijod etgan kartinalarga qarab xotiralarni barladi. Grafika negizida yasalgan rasmlarda tugan yer, tugan yak temalarına üstünlük berilgan tabiat ko'rinishlari suratlangan. Muzeyga qarata shunday zo'r rahmatim bilan eshittirishini uyushtiruvchi kishilarga hali birinchi yildan ko'ra men G'oqil Aghaning muzeyin Bikkul maktabida u конечно aning ishtaligin aning butun shigriyat boyligini yaş buğunlarga yetkiru için bir zor uluş deb sanayman. Bikkul avulu biz bütün de Ahmet avulunda tuğan için Bikkul avulu bizge kichkinaroq vaqtlarda biz bu avuldan o'tib yuraydik Eskijira avuluna. Shuning uchun hozir Bikkul avuli o'zgargan. G'oqil Agha Sag'irovning iskahlu kishasida qatnashuvchilar uning turdagi istaliklarini yo'g'irtdi, xotiralarini barladi. Isen chog'ida shogir oralashib yasharga yarata edi. Do'stlik, Drujba, To'sloq rayon gazetasi bosh muharriri Sakina Xayrulina G'oqil Aghaning yosh ijodchilarga qarata bir ixtiborli bo'luvi to'g'risida oshsizliqlab o'tdi. Yaqtaşımız ressam G'oqil Agha Sag'irovning ijodin ulkanlar da, bolalar da yaratib o'qiy. Bugungi iskahlu kishasini ulkanlarning da, bolalarning da ko'plab keluvi buning ochiq misoli. Aning falsafiy shi'rlari ulkanlar ko'nglida unutilmaslik o'rin olsa, maktab yoshindagilar bolalar uchun yozilgan shi'rlarni yoddan bile. Bikkul maktab o'quvchilari qachondir o'z tug'an maktablarida G'oqil Aghaning bilim oluvi bilan g'ururlana. G'oqil Sag'irovning shi'rlarini men bek yaratib o'qiyim. Aning bolalarga ijod etilgan shi'rlarini men yoddan da bilem. Ming'a aning shi'rlari bek ошый. Uramga shiga yerib, uzoqlab qayta yerib, bulmamizni izlab toba, 7-chi qatqa minib. G'oqil Agha Sag'irov bilan g'ururlanaman. Chunki u 5 ham 6 sinfni bizning oldida o'qidi. U o'zi harakatlanmasa-da bizni tiktirmasga ham ijod etarga o'rgatdi. Shogirning iskahlu kishasida rayon ko'lamida o'tkazilgan shi'rlar, albomlar, rasm belgisida jumlashi o'quvchilarga diplomlar topshirildi. G'oqil Agha Sag'irov shi'rlarini ijod etilgan jirlar kishani tog'inda boyitdi.